Tak, hayyo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Runstack kanali. Bugungi videomizda har doimgidek Runstack shu o'zimizni ikkinchi seriya ochish haqida video bo'ladi. Shu videoning davomi ikkinchi qismini ko'rishingiz mumkin. Mana men hozir endi plugins bo'limiga o'tib, pluginslarni qo'shib olamiz. Birinchi o'rinda qo'shadigan pluginlarimiz, bugun nomlarini yozamiz. Birinchi o'rinda qo'shadigan pluginimiz bu albatta qaysi pluginni yozsam bo'ladi ekan hozir. Player Kits plugini. Shuni modrix o'zi bitta bo'ladi. Shuni skachat qilasizlar. Player Kits desanglar chiqadi. Buni shu birinchi versiyasini skachat qilasizlar. Mana birinchi chiqib turgan versiyasini skachat qilasizlar. Keyingi pluginimiz bo'lsa, ikkinchi pluginimiz Head Database. Schools o'zbekcha aytadigan bo'lsangiz, Schools boshlar. Chiroyli bitta boshlarni qo'shib beradi bu ham. Vashshi zo'r plugin. Sizlarga ham tavsiya beraman. Keyingi pluginimiz bo'lsa Kataminus. Mana bitta mana 3-da turibdi Kataminus SkyMine degan. Shuni skachat qilib olasizlar va shuni mana o'zi bitta versiyasi bo'ladi. 5.11. Men shuni tavsiya beraman. Va oldingi videoni ko'rganmisizlar bilmayman, lekin meni esimda yo'q. Shu payt men Lucky Permis qo'shganmanmi, lekin men hozir videoni to'liq ko'rib chiqdim. Yo'q ekan, unaqa Lucky Permis qo'shilgan joyi. Endi bo'lsa biz serverni yoqishga tushib ketamiz. Va biz tabning konfigiga kirib olamiz. Oldingi videoda tab qo'shgandim menimcha. Bilmayman yana o'zingizlar qo'shib olasizlar agarda qo'shmagan bo'lsam tab plugini. Qo'shganmidim, qo'shmaganmidim, to'g'risi esimda ham yo'q. Va mana bu yerga server name degan joyga o'zingizlar serverlarning nomini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir men to'g'risini aytaman, sizlarga config yoki boshqa narsa tavsiya bera olmayman. Hozir chunki o'zimda ham config yo'q. Serverimiz yondi va biz serverga kiramiz. Va mana bizning pluginlar chiqyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Va bu yerdan hozircha chiqib turamiz va Google ga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bizda chetdagi chiqib turadigan storyboard degan narsa bor. Shuni biz to'g'rilashimiz kerak o'zimizning serverga. U storyboard nima qiladi? Mana shu chetda chiqib turadi. Qancha pulinglar bor shularni ko'rsatib turadi. Agar sizlar to'g'ri qilib qo'ysanglar, hammasi to'g'ri ishlaydi. Men bo'lsa mana bitta o'zi narsa false bo'lib turadi. Storyboard ishlashini xohlaysizmi degan joy false bo'lib turadi. Siz bo'lsa shuni true qilib qo'yasiz va mana bu o'zingizlar Runstack shuni deb o'zgartirasizlar va serverga kirib, yo'qni o'zingizlar ko'ringlar. Mana bitta saqlanib beramiz hozir. Hozir nima qilayotganimni esimdan chiqarib olgan ekanman. Va mana bitta men sizlarga schoolni ko'rsatib turaman. Hozir tab reload qilmaganman shu payt. Schoollarni ko'rishingiz mumkin. Mana bitta mana school boshlar o'zbekcha degan bo'lsa, va bitta search degan joy bor. Bosh qidirish masalan. Mine. Mine narsalarni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Sizlarga ham tavsiya beraman. Sizlarga yoqsa mana shunaqa boshlar bor. Boshlarni qo'yib bemalol sizlar narsa qilishingiz mumkin. Men sal qiziqib, sal ko'proq borman. Sizlar ham shunaqa qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shunaqa menga o'xshab mana o'tirib mana qilib qo'ysanglar, mana bu takoy chiroyli bo'lib turadi. Endi bu ham serverlarga tak oldingi videoda men sizlarga narsani yasashni o'rgatdim, trend shunaqa narsalar. Bugun bo'lsa sizlarga mine qilishni ham o'rgataman. Birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi vent desanglar, wooden ahi degan narsa olinadi. Biz Kataminus degan narsani skachat qildik. Qaragan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsanglar. Va mana bittan eng tagiga tushib olamiz. Qaranglar, mana pastga. Va buni pasti qani eng pasti. Bu emas, o'zimga night vision berib olishim kerak. Effekt give qilib ko'ruvchi berarmikan. Ko'pincha serverlar ishlamaydi. Tak, bu yerdan bo'lsa night vision mana ekan. Olamiz va space'ga sepamiz. Mana. Endi bo'lsa bitta blok bo'ldi. Endi bo'lsa chap tugmani bosamiz va test tushuntiryapman. Tushuna olasizlar. Kataminus create set 0 qilib o'tirmaysizlar. Mine. Просто mine. Kataminus shu o'zidan narsa qo'ramas. Sizlarga hozir qarab turinglar. Kataminus shularni o'rgataman. Birinchi o'rinda bizga kerakli bo'lgan bloklarni olamiz, chunki GUIni o'zida qilamiz-da. Biz konsollarga kirib yoki komment yozib qaysi blokligini aytib o'tirmaymiz. Ko'pincha Prisonda shunaqa qaysi blokligini aytib o'tiradi. Lekin biz bloklarni olib olamiz.
Bloklarni o'tgan paytimda tabni reload qilmaganim esimga tushib qoldi va tez reload qildim. My server, ana Randstad ko'rdilar. Mana shunaqa qilib chiqib turadi. Rank degan joy default turadi ko'pincha. Rank shu bitta onlayn bitta, staff bitta. Bo'ldi, shu bilan bloklarni olib bo'lganimizdan keyin mana buni olamiz va nice. Bo'ldi, endi bo'lsa CMGUI qilib yozamiz. CMGUI va bitta main turadi va bitta bloklar qo'yish. Mana bosib chap degan o'ng tugma umuman farqi yo'q, bosasizlar va oddiy yosh bola ham qila oladi. 10%, 5% nima bilan to'g'rilasizlar, chiqasizlar. 10% bunga ham shu 5% qilib o'zingizlar xohlagancha to'g'rilaysizlar. Men hozir prosta video bo'lganligi uchun xohlagan qilyapman. Yaxshi ideya-da bular uchun ham. Sizlarga ham shu Katamaynus yaxshiroq hozir katta seriallar uchun Prison ishlatishadi hozir ko'pincha-da, lekin Katamaynus norm. Sal qotyapti, menda e'tibor bermaysizlar. Mana bu anti-debris 1% yetib ortadi. Bo'ldi. Ana ortib qolgan, masalan 54% bo'ldi, ortib qolgan joylarga umuman e'tibor bermasanglar ham bo'ladi. U o'zi hisoblaydi. Va bitta soniya. Buni to'g'rilash kerak birinchi o'rinda. Nima bu? X bosib olamiz, mayli reklama. Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Keyin nasan mayli. Keyin buni bosib, men ikkalasini yoqib qo'ydim. Hozir bu agarda main reload bo'lganda, sizlarni tepaga otib yuboradi srochni. Mana bitta soniyasi chiqib turadigan, hammasi to'g'rilangan. Ko'rdinglarmi? Mana X bosib olamiz bunga yana va mana bizning main tayyor. Tasavvur qilinglar, uje main tayyor bizada. Endigi masala bizada mana bitta soniyalarni to'g'rilab olasizlar o'zlaringlar. Sizlarga oldingi videoda men botni region qilishni o'rgatmagandim, sizlarda bo'lsa men xohlagancha endi bo'lsa botni polni region qilishni o'rgataman. Tak, Minestaxdan ham teparoqga chiqamiz. Bu yerga keldim va botdan biza post emas, post 1 deymiz. Post 1. Mana post 1. Bu birinchi post deganda, ana narsada belgilagandagi birinchi postda. Endi bo'lsa Randstad turishga qaranglar. Vashshe cho'tib ko'rdilarmi sizlarga? Tavsiya beraman. Har doimgidek faqat tavsiya beraman. Tak, keyin mashdan ketasizlar va chap tomonga endi pastdan olasizlar, qaranglar. Pastga tushasizlar, pulni tez tushmasam bo'lmaydi. Tak. Pastroq, yana pastroq. Pulni tushishni bosib turamiz. O'lib ketmasam bo'ldi, davay. Pastroq tushamiz. Mana bu narsalardan pastroq tushish kerak-da. Chatdagi narsalar ko'rasizlar, chetdagi deyapman. Mana bo'ldi. Menimcha ana bo'ldi va post 2 qilasizlar butni. Keyin bo'lsa butdan post 2 kopiya qilamiz. Sal menimcha pastroq bo'lmadi bu. Qorayguncha pastroq qilishinglar mumkin. Qoragandan keyin tavsiyam pastroq qilmanglar. Shuning uchun bo'ldi ana. Endi bo'lsa biza erga claim butni spawn deb belgilaymiz. Bo'ldi. Va bizada ish bitdi pashti. Lekin bizdan odamlar qanday poop qiladi? Shu problema bor bizada. Poopni ham yoqish kerak. Va erga info mana endi spawn chiqadi. Ko'rdinglar? Polni erga qildik butni. Endi bo'lsa bizadagi keyingi masala mana bu poopni qilish. Poopni birinchi o'rinda mana bu narsalarni olib tashlashni qanday bilmaysizlar, hozir hech kim bilmaydi. Mana shu narsani olib tashlashni hamma qiynaladi, yotibdi, yoqmaydi menga deb kill al. Mana qaranglar. Namet. Odamlar so'radi shuni, chatda ko'pincha bolalar so'radi. Kill al namet bo'ldi, yo'qoladi. Ko'rdinglarmi? 7 tasi ham yo'qoldi deyapti. Bo'ldi. Shunaqa qilib yo'qotasizlar. Keyin agarda nima bilan yo'qotib tashlaysizlar, tavsiyam nima bilan tashlashinglar bo'ladi. Hozir sizlarga 4 tomonli qilishni narsa qila olmayman. Buni olib tashlagan yaxshiroq sizlar uchun. Va bitta qo'yib tashlagan, qo'ygan yaxshiroq qaranglar sizlarga firsta. Va mana shunaqa qilib qo'yasizlar. Qaranglar, endi bo'lsa biz pastdan boshlaymiz yoki tepadanmi, pastdan boshlagan yaxshiroq. Eng pastga tushasizlar va post 1, post 2 qilasizlar, bilasizlar endi. Men sizlarga tez o'tkazib yuboraman chunki vaqt cho'zilib ketishi mumkin videoda. Va mana erga define qilasizlar bitta. Sizlarga ko'rsatdim. Poop mana ko'rdinglarmi? Uje poop deb men erga oldim, sizlar ham shunaqa qilib olasizlar oddiy. Keyin bu yerda men bitta o'zi narsalar chiqadi. Erga info qilganinglarda poopni bosasizlar va poop allo. Endi xohlagan odam bu yerda poop qila oladi, bo'ldi. Va shu bilan mana ko'rdinglarmi? Bo'ldi. Endi bu yerda poop qilasizlar, bu yerda bo'lsa umuman poop qilib bo'lmaydi.
Shu bilan men to'g'rilab bo'ldim mana narsalarni. Mayni to'g'riladim bu videoda. Va yana nima qilib berar ekan? Bu videoda nima qilmadim? Bo'ldi. Men aytganman, oldingi videoda ko'p odam so'radi, qanday qilib rang yaratish. Like permis, like LP user. Mana like LP create group yoki group default bu oddiy, masalan, playerlar uchun yaratiladigan group. Set prefix qanday sizlarga oddiyini o'rgatsamikan yoki narsalar uchun o'rgatsamikan? Bu narsalar uchun bu. Men bo'lsa oddiy, men bilmayman. Player unaqa deb yozadigan. Mana qaranglar, player deysizlar men bilan qilib turib. Buni tavsiyam buni qilmaganinglar yaxshi, menga yoqmaydi bor menga. U joyini qirqib tashladim, to'g'ri yoqmadi menga. Create group qilasizlar, LP create group o'zgartiramiz hozir buni owner. Mana owner degan rang yaratildi. Keyin bo'lsa default deganni to'g'rilashni o'rgataman sizlarga. Men bitta ikkitali narsani bilasizlar buni va 7 qilasizlar. Bunday player. Bu small caps da yozilgan. Va buni bunday qilasizlar va ko'rdinglarmi? Player endi o'zgardan ko'rdinglarmi? Player deb yozib turibdi. Buni endi masalan rangini o'zgartirsizlar bo'ladi. Owner. Endi ownerni to'g'rilashni o'rgataman sizlarga. LP group owner parent emas, meta set prefix qilasizlar va bunday bitta vergulchaga o'xshaydigan narsa, ikkitali vergulcha qilishinglar kerak bo'ladi va bu ham shu bunday bunday L va small caps ga kirib olamiz. Biz small caps mana va bu yerdan owner deymiz. Owner small caps degan narsa bor shunaqa. Sayt va owner ko'rdinglarmi? Bo'ldi. Va bunday o'zinglar qolgan nikilar qanday ko'rinishini belgilaysizlar bu yerda. Men sizni belgiladim. Narsa u. Men oddiy playerni qanday rang beramiz deysizlarmi? LP user nikilar play men bitta masalan nikim play mana parent set owner qilasizlar. Bo'ldi. Va sizlarga hozir qaranglar, hozir menda sal 2026 ping bo'lyapti ekan, o'zi pingim uchun uzr so'rayman va owner rangi beriladi va sizlarni tabela o'zgaradi. Ana ko'rdinglarmi? Sizlar ownersizlar endi. Bu serverning egasi degan. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Hozir ekranni olishga oling. Bugungi videomiz shunday iborat edi. Yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosing va kommentariyada keyingi videoda nima qilishimizni yozib qoling va video oxirigacha ko'rganingizni isbotlash uchun kommentariyaga like deb yozib qoldiring. Bilishimiz kerak-ku. Bo'pti. Xayr.